Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Kompyuterni noldan o'rganish bo'yicha 3-darsimiz. Fayl tizimi ma'lumotlarni tartibga solish bo'yicha darsimiz bo'lib o'tadi. Ushbu darsimizda mana bu File Explorerdagi tizimlar va ana shu fayllar va ana shu fayllarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni File Explorer, ya'ni fayllar bilan ishlashning asosiy vositasi mana bu File Explorerda mana bu Edit Computer provodnik aytiladi. Ana shu biz fayllar bilan ishlay olishimiz mumkin ana shu orqali. Agar ana shu bo'lmaganda biz umuman fayllarimiz bilan ishlay olmas edik. Bu File Explorerimizda disklar bo'ladi. Albatta barchamiz bilganimizdek, disklar ba'zilarda 2 ta, ba'zilarda 3 ta, ba'zilarda 4 ta bo'ladi. Masalan, menda 2 ta bor, C disk va D disk. Ularda ma'lumotlar bo'ladi. Masalan, bu yerda ularni hozir tartibga solishni ko'rsatib o'taman. Endi hozir biz mana bu File Explorerda, ya'ni mana bu ish stolida papka yaratish, uni nusxalash, o'chirish, nomini o'zgartirish, tahrirlashni ko'rib chiqamiz. Papka yaratishni sichqoncha kursorni o'ng tugmasini bosamiz va Save That qismiga borib, birinchisini tanlaymiz, papkani. Bir marta bossak, biz bosgan joyimizda ochiladi. Bizga mana bunaqa holatda ochilishi kerak, mana bunaqa. Endi nomini o'zgartirish kerak. Agar siz nomini keyinroq qo'ymoqchi bo'lsangiz, bir marta Enterni bir marta bosaversangiz o'zi bo'ladi. Yoki yana F2 tugmasini bossangiz, nomini o'zgartirishimiz mumkin. Keyin biz yozamiz. Qanday qilib nomini o'zgartiramiz? Keling, bunga masalan picture, ya'ni rasmlarni nom bersak, mana nomi o'zgardi, mana picture deb yozdim, enter deb bosdim, mana nomi o'zgardi. Endi unga fayllarni o'tkazish. Agar sizning fayllaringiz nusxalab o'tkazishingiz yoki uni to'g'ridan-to'g'ri belgilab o'tkazishingiz mumkin. Mana keling, men hozir o'tkazaman. Ish stoldan hozir o'tkazaman. Mana bu fayllar picture papkasiga kiraman. Endi picture'ga kirsam, mana endi fayllarni belgilab o'tkazishim mumkin. Mana masalan, mana fayllarni belgiladim. Uni to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa o'tkazsam bo'ladi. Ya'ni sichqoncha orqali, sichqonchaning o'ng chap tugmasi orqali shuni bosib turgan holda belgilaymiz xohlagan joyimizgacha. Yoki masalan siz mana bu hammasini belgilamoqchisiz, hammasini emas, mana bu faqat mana bu uchovini belgilamoqchisiz. Mana Ctrl tugmasini bosib turgan holatda buni va mana buni belgilaysiz va o'tkazaverasiz. Ana shunday qilib o'tkazishimiz mumkin sichqonchaning chap tugmasi bilan belgilagan holatda yoki Ctrl tugmasi bilan belgilagan holatda. Mana bunday qilib o'tkazishimiz mumkin to'g'ridan-to'g'ri. O'sha o'tdi mana. Lekin yana bir usuli bor. Siz masalan mana bularni xuddi to'g'ridan-to'g'ri emas, ana shularni nusxalab o'tkazmoqchisiz. Ya'ni nusxalab o'tkazish nima degani? Nusxalab o'tkazish deganda, masalan siz mana bu yerda fayllarni o'tkazsangiz, bu yerda fayllar yo'q bo'ladi. Nusxalab o'tkazadigan bo'lsangiz, ikkovidan fayllar qoladi. Nusxalab o'tkazish uchun mana bu belgilaysiz. Ctrl S tugmasini bosasiz. O'sha nusxalandi. Ctrl S ni bosasiz. Hozir bosaman. Mana belgiladim. Mana bu Ctrl S ni bosdim. Nusxalandi. Bu yerga o'taman. Sichqonchaning chap o'ng tugmasini bosib, bu yerdan Write deb bosaman. Yorliq hosil qilsam ham bo'ladi. Yorliqni o'tgan darsimizda ko'rib o'tgandek qo'shimcha sifatida xohlagan bitta faylni yorlig'i bo'ladi. Xohlagan. Oldin biz papkalarni misolda ko'rgan, xohlagan bitta faylni yorlig'i bo'ladi. Keling biz
oddiy rasm sifatida qilamiz mana o'sha o'tdi. Ya'ni fayllar ikkovida ham fayllar saqlanib qoldi. Keyin bularni o'chirib turamiz. Endi bu yerdan 40 ga bo'lgan holatda, mana bularni 40 ga bo'lgan holatda buni ham o'tkazgan bo'ladi, 40 ma, buni ham 40 ga bo'lgan holatda bo'ladi. Yana bir usuli bor. Klaviatura orqali Ctrl X deb bosamiz. O'sha mana bular sal xiraroq bo'ldi, ko'rib turibsiz mana, xiraroq bo'ldi. Xiraroq bo'lib turibdi. Bu yerga borib, mana bu Ctrl V ni bosamiz. Ctrl V. Xuddi shunday holatda o'tdi. Ularni xuddi shunday qilib o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Endi keling, masalan, birorta keling rasmni nomlab qo'ysak. Fon 1 deb nomlab qo'yaylik. Yoki bo'lmasa lentali fon deb belgilab qo'ysak. Endi lentali fon deb unga nom berdik. Nom berish xuddi shunday bo'lar ekan. Lentali fon deb nom berdik. Nomlashdan nima foydali va nima foydasiz jihatlari bor. Agar biz o'sha faylni nomlab qo'ysak, faylni topishimiz oson bo'ladi. Hozir bu yo'qolib qoldi, ko'rib turibsiz. Qayerdaligini men masalan o'zim topa olmayapman. Hozir qidirib ko'ramiz. Lentali fon deb. Lentali mana. O'zi chiqdi. Masalan, siz biror nimani yo'qotib qo'ysangiz, papkalar misolida, masalan, ko'p. Masalan, siz hozir topa olmayapman. Bitta kitobda 5 daromadli yo'nalish degan kitobni topa olmayapman mana. Hozir menga topib beradi. Mana. 5 daromadli yo'nalish deb topib berdi. Endi keyin siz fayllarni nomlab qo'ysangiz, mana bu yerda qidiruv tizimidan WinS tugmasi orqali qidirardik. Bu yerdan keling shu lentali fonni qidiramiz. Lentali mana chiqib keldi. Lentali fon. Buni hech qancha tugmasini bosib, открыть papku faylimni bossak bo'ladi. Lentali fonni avtomatik bizga topib beryapti mana. Lentali fon. Endi fayllarni nomlash foydali jihatlari shu. Keyin endi faylni nomini o'zgartirish. Faylni nomini o'zgartirishni aytib o'tdim. Mana bu nomiga 2 marta bossak o'zgaradi. Xohlagan nomni beramiz. Lekin ko'k hammasi ko'karsa, mana 1 marta bosib oldiga qo'yib picture 1 deb qo'yishdak bo'ladi. Yoki men shuni 1 marta bossam-da 1 deb bosib qo'ysam oldiga qo'shilmaydi. Yangi bo'lib chiqadi, chunki u hammasi belgilangan bo'ladi. Uni qilish uchun sichqoncha yordamida 1 marta bosib picture 1 deb enter tugmasini bosishimiz kerak. Endi bu papkaga sozlamalarni ko'rishimiz kerak. Papkani belgilaymiz. Hozir sal kattalashtiraman. Mana papkani belgiladim. Sichqonchani o'ng tugmasini bosdim. Va bu yerdan svoystvasini topdim. Svoystvasini topganimdan keyin bu yerdan svoystvasini topdim va topganimdan so'ng bu yerda uni qachon nomlari birinchi bo'lib nomini bu yerdan o'zgartirsak bo'ladi. Tipi, ya'ni tipi nima? Masalan, bu kompyuterga doir sozlama bo'lishi mumkin. Bu papka deyapti. Qayerda joylashgani? C diskimizda, usersda, mouse'da, desktopda joylashgan. Endi razmeri 0 byte, chunki hech narsa yozilmagan. Ichidagi fayllar, ichida 0 ta fayl bor, 0 ta papka bor. Papka fayl yo'q degan. Qachon yaratilgani? Bugun, сегодня bugun 25-iyun 2025-yil 7 minut oldin. Endi buni yashirib qo'yishimiz, shunaqa qilib qo'yishimiz mumkin. Dastur безопасный mana nimalardan himoyalangan. Endi mana bu qismidan
uni versiyalari va nastroyga qismidan nimalar joylashib keling bunga. Masalan, picture'ga изображение, ya'ni rasm bo'lgani yaxshi. Buni preanimate deb bosib qo'yamiz. Vibrate file, fayl uchun значок, ya'ni ichida mana bunaqa ko'rib turibsiz, mana bunaqa ichida fayl bo'lib turibdi, rasmlar, ana shu ichidagi rasm. Masalan, keling fondan. Masalan, mana buni открыть qilsam-da, уже mana bo'ldi. Ko'karib turibsiz. Smenin значок, uni papkani значогi. Preanimate deb bosaman, OK deb bossam, уже mana ichida ko'rib turibsiz. Keyin svojествosiga o'taman. Настройка, smenin значок qilib, uni значогini o'zgartiraman. Keling, men masalan mana buni qo'yib olsam bo'ladi. Mana buni qo'yib yuboraman. Mana buni. OK, preanimate, OK. Уже mana o'zgardi. Picture bordi. Endi keyingi o'rgatadigan narsam shu bo'ladiki, sizlarga disklar. File Explorerdagi disklar. File Explorer nimani aytdim? Edit kompyuter ekan. Endi disklarda masalan sizda ba'zilarda 2 ta, ba'zilarda 3 ta, ba'zilarda 5 ta, ba'zilarda bitta disklar bo'ladi. Endi diskda eng asosiy disk C disk deb nomlanadi va mana bunaqa bo'lib turadi. Mana bunaqa belgi, xuddi qurilmaga o'xshash va tepasida belgisi, mana bunaqa Windows belgisi. 2 marta bosib ko'rsak mana bunaqa narsalar bo'ladi. Bu yerda siz o'rnatilgan narsalar Windows o'rnatilgan papka deyiladi bu. Bunga tegilmaganimiz ma'qul. Undan hech narsani o'chirib bo'lmaydi. Ya'ni dasturlarni o'yinsiz orqali o'chirishimiz mumkin, o'tgan darsimizda ko'rib o'tgandik. Endi bu disklarni tahrirlashimiz kerak. Disklarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ko'karib turgan qismi bu degani o'shancha joyni band qilmoqda. Ya'ni 66.2 GB band qilib turibdi. Yo'q, 66.2 GB bo'sh deyapti. Shuncha gigabayt bo'sh, 129 gigabayt ichidan 66.2 gigabayt bo'sh deyapti. Buni so'zlamalarini xuddi shunday qilib svojествosidan ko'rsak bo'ladi. Lekin yana bir narsa, diskning nomini o'zgartirsak ham bo'ladi. Diskda qancha bandligi 63.7 gigabayt band, shuncha joyi bo'sh. Bu yerda очистка disk qilib, diskimizni biz tozalashimiz mumkin. Mana o'sha qancha bilan tozalab tashlasak ham bo'ladi hammasini. Mana. Hammasini beradim. OK deb bossam, удалить file. O'sha удалить bo'lyapti. Sizga darrov ko'rinmasligi mumkin, lekin asta natijasini beradi. Bu degani siz diskingizdagi barcha ma'lumotlar o'chib ketmaydi. Очистка disk, mana o'sha bo'ldi. Hammasi nazorat ostida. OK. Hamma korzinkadagi ma'lumotlarimiz ham o'chib ketdi. Endi aytib o'tmoqdek, mana bu dasturlar o'chib ketmaydi. Sistema fayl qilsangiz o'chib ketadi faqat. Svojstva, mana очистка disk. Mana sistema faylni qilsangiz o'chib ketadi. Endi diskingizda siz o'zingizda diskingiz bo'ladi. Bu yerda ko'proq beriladi. Masalan, 716 gigabayt bo'sh debdim endi. 800 gigabaytdan. Buni ham xuddi shunday nomini o'zgartirib, shunday qilib olishimiz mumkin. Servis shulardan. Endi ba'zilar masalan keling, hozir bir misol bo'yicha ko'rsam, mana bu rasmni mana bunaqa ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, mana bu rasmni ko'ra olmaymiz. Qanaqaligini mana bunaqa bo'lib turadi. Ichiga kirib ko'rishimiz kerak. Ichiga kirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, lentali ko'rinishda bo'lsa, mana ichiga kirib ko'rishimiz kerak bo'ladi mana. Ichiga kirib ko'ryapti. Bu ancha vaqtni olishi mumkin biz tahrirlayotganimizda yoki ko'chirayotganimizda. Buning osonroq yo'li bor. Mana buni bir marta bosib qo'ysak, uni sal suramiz. Belgilaganimizda bu yerda rasmini chiqarib beradi.
Mana bu bizga ancha qulaylik tug'dirishi mumkin. Bosib mana bu tugma. Bir marta bossak o'sha ko'rsatyapti mana. Bu masalan dokumenti qismida ham ishlayveradi. Xohlagan videolarimizni ana shu yerdan bemalol ko'rsak bo'ladi. Masalan mana bu PDF da ham xuddi ana shu yerdan ko'rsak bo'ladi. PDF. Xuddi PDF o'qigandek mazza qilib o'qiyverasiz mana. Masal kattalashtiraman mana. Bemalol shu dasturga kirmasdan bemalol mana qilib o'qisangiz bo'ladi. Buni yomon jihatlari ham bor. Ya'ni siz faylni belgilayotganingizda ham u sizga muammo tug'dirishi mumkin. Bu mana bu spravka menyusi bo'ladi. Keyin siz masalan mana bu my files yo'q, mana bunga kirsam. Siz masalan keling mana bu fayllarni tahrirlashingiz kerak. Tartiblashingiz kerak. Uni tartiblash uchun sichqonchaning tugmasini bosib mana bu sortirovka qismidan imya bo'yicha data izmenения qachon bo'lgani yoki qachon yaratilgani yoki masalan tipi bo'yicha. Tip degani masalan bu papkalar birinchi o'rinda, videolar ikkinchi o'rinda, mana fayllar uchinchi, yozuv fayllari oxirgi va PDFlar eng oxirgisida turadi. Shunaqa narsa. Endi sortirovkadan yana razmeri bo'yicha. Mana bu eng ko'p razmerlar, bu ikkinchi, eng qolganlari uchinchi o'rinda turadi albatta. Endi widthdan обычный список shunaqa qilsak bo'ladi. Gruppirovkadan imya bo'yicha, oti bo'yicha shunaqa gruppirovka qilsak bo'ladi. Sortirovkada oti bo'yicha turgani yaxshi albatta. Birinchi o'rinda papkalar turadi, keyin xuddi shu narsalar turishi mumkin. Endi qisqa klaviatura kombinatsiyalarini ko'rib chiqsak. Ctrl-N Ctrl-N ni bosamiz. Hozir mana klaviatura orqali Ctrl-N. Ya'ni File Explorerda mana kirib turgan bo'lishi kerak. Ctrl-N ni bossak, yangi oyna ochadi mana. Mana bunaqa. File Explorerda. Endi Ctrl-Shift-N ni bossak, yangi papka yaratadi. Ctrl-Shift-N ni bossak, papka yaratdi. Ctrl-Shift-N mana kursor yapti. Ctrl-Shift-N ni bossak, mana bu hozir uchta tugma. Ctrl-Shift-N ni bosamiz. Endi delete tugmasi, mana masalan, mana bu delete tugmasi. Delete tugmasi faylni o'chirish. Kartinkaga tushirib o'chiradi hozirgi mana. Picture 1. Endi mana buni hozir biz qaytarsak orqaga. Picture 1. Buni shift delete qilsak, butunlay, ya'ni kartinkaga tashlamasdan o'chiradi. Shift delete qilsak mana. Xotirada o'chirmoqchimisiz deyapti, da. Mana, umuman kartinkaga tushmadi, umuman o'chib ketdi. Ya masalan siz kartinkaga tashlab o'chirishga erinsangiz, xuddi shuni qilishingiz mumkin. Yana bir narsani o'rgataman. Siz TXT, ya'ni yozuv faylini yaratish uchun Sazzetga borib, sichqonchaning tugmasini bosamiz, Sazzetga borib, mana bu tekstoviy dokument tanlaysiz. Masalan, kompyuter haqiqatda deb bosib qo'yaman. Endi bu yerga siz bemalol yozib olishingiz mumkin. Endi hozir men yozib o'zaman. Siz masalan stikerlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Win tugmasi bilan nuqtani bosasiz mana. Win tugmasi bilan nuqta. Mana. Bizga stikerlar kelib chiqdi. Endi biz masalan kompyuterni tanlaymiz. Kompyuterni tanlaymiz. Hozir kompyuter yo'q ekan. Keling. Masalan mana buni tanlab qo'ysak, nuqta yozsak bo'ladi endi.
videoga like bosing deb. Videoga like bosing deb yozsak bo'ladi. Ana shunday qilib yozsak bo'ladi. Endi bugungi darsimiz yetarli deb o'ylayman. Endi ozgina layfhaklarni o'rgatib o'tsam, mana bu siz fayllaringizni tartiblayotgandan har bitta rasmlarni, videolarni alohida papkaga saqlaganingiz ma'qul. Ya'ni alohida bo'lib turgani ma'qul. Picture, videos, documents, documents alohida bo'lib turgani ma'qul. Keyin yana bir narsa, siz kerakli bo'lgan fayllarni zaxira qo'yishingiz kerak. USB flashka yoki bir boshqa narsaga saqlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'chib ketsa mabodo kompyuteringizda uni saqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi aziz o'quvchilar. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling. Sizlar bilan kompyuter sirlari kanali bo'ldi.